Niderlandiyalik psixolog Vander Hoven Qur'on o'qish va Alloh so'zini takrorlash bemor va sog'lom insonlarga qanday ta'sir qilishini kashf etganini e'lon qildi. Professor 3 yilda bir qancha bemor ustida tadqiqotlar olib borib, hayratlanarli xulosalarga erishdi. Bemorlarning ba'zilari musulmon emasligini, ayrimlari musulmon bo'lsa-da arab tilini bilmasligini ta'kidlagan Hoven kasallarga Alloh so'zini o'rgatganini aytadi. Natija esa nihoyatda mukammal bo'lganini, ayniqsa ruhiy ziqlik va qon bosimi ko'tarilishi, ya'ni xafaqon bilan og'riganlarda yaxshi natijaga erishgani ma'lum bo'ldi. Bemor to'shagida dard tortayotgan insonning Alloh deya ingraganiga ko'pchiligimiz guvoh bo'lganimiz. Biror musibatga yo'liqqan insonning Allohim deya xitob qilganini eshitmaganlar bo'lmasa kerak. Tutadigan shoh qolmasa, boshi berk ko'chaga kirsa, qo'l uzatadigan insoni qolmasa, banda Alloh deya tinchlanadi. Alloh so'zi hayotimizning asosiga aylanib ketganidan har qanday holatda Alloh deymiz. To'g'ri yo'lni topish, yaxshilikka erishish uchun yo Alloh deymiz. Shaytondan qochib Allohdan panoh istaganda a'uzu billah deymiz. Har ishni bismillah deya uning nomi bilan boshlaymiz. Ne'matga munosib ko'rsa shukr qilamiz. Berganida ham, olganida ham alhamdulillah deymiz. Hayratlanganimizda mashaalloh deymiz. Pushaymon bo'lganimizda astag'firulloh deymiz. Sevinganimizda Allohu akbar deymiz. Xafa bo'lganimizda inna lillah deymiz. Yuragimiz siqilganida subhanalloh deymiz. G'alaba qilganimizda nasrum minalloh deymiz. Rizq topganimizda ar-rizqu lillah deymiz. Orzu qilganimizda inshaalloh deymiz. Bir ishni bajarganimizda biiznillah deymiz. Mashaqqat oldida la havla va la quvvata illa billah deymiz. Va'da berganimizda vallohi billah deymiz. Bu qadar eslatmalar nuri qalbni yoritganida ey valloh demaslik mumkinmi?